Alloh taolo hattoki suralarning nomlarini qiyomat nomlari bilan nomladi. Al-Jum'a, Al-Waqiya, Al-Hashr, Az-Zalzala, Al-Qariya. Bu qiyomatning nomlari ko'payib ketdi yani. U kuni hatto payg'ambarlar qo'rquvda turadigan kun. Odam alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Nuh alayhissalom, Iso alayhissalom, Musa alayhissalomlar. Ulardan kelib shafaat qilgin deb so'ralganda ular aytadiki, bugun Alloh hech qachon g'azab qilmagandek g'azabda. Qo'rqamiz deyshadi. Ya'ni hamma nafsim deydi u kun. Hamma nafsim deydi. Tasavvur qiling, shunchalik kun. Chaqaloqlarning sochi oqaradigan kun. Ayollar emiziklik chaqalog'ini tashab qo'yadigan kun. Ota farzandidan yuz o'giradi. Ona farzandidan yuz o'giradi. Farzandlar ota-onasidan yuz o'giradi. Chunki hammaning muammosi, tashvishi o'ziga yetarli bo'ladi. Hamma o'zim qutulib qolsam azobdan deydi. U kuni inson o'zini tanasiga ham molik emas. Chunki tanasi o'ziga qarshi guvohlik beradi. Uni qo'llari, oyoqlari, tili, ko'zlari o'ziga qarshi guvohlik berish boshlaydi. Nima uchun o'zimizga qarshi guvohlik beryapsizlar deganda, Alloh bizni majbur qildi deydi. Chunki malik bo'lgan zot u kuni majbur qiladi.